Agar bu yerga kelib pandalarni ko'rmasdan ketsangiz, o'zingizni kechira olmaysiz. Hozir men eng katta va qiziqarli hayvonot bog'iga kirib ketyapman. Bundan kattarog'i Pekin va Shanxayda joylashgan. Va faqatgina mana shu zooparkning o'zida 400 dan ortiq hayvon turlari mavjud. Pandalar deysizmi, kiyiklar deysizmi, fillar, begemotlar barchasi bu yerda mujassam. Kirish to'lovi bilan bir xil bo'lgan summa, ya'ni 20 yuanni to'lashingiz kerak bo'ladi. Biz uni topdik. Paspaslaymiz. Voy, dangasalar uxlab yotibdi. Pandalarning tug'ilish hikoyasi ham boshqacha bo'lar ekan. Ya'ni homiladorlik davri 3 oydan 5 oygacha davom etar ekan. Tug'ilganda kichkinagina 15 santimetrlik pushtirang pandachalar. Pandalar dangasadek ko'ringani bilan ular daraxtga chiqishni mohirona eplashadi va suzishni ham bilishadi va bundan tashqari ko'rib turganingizdek hech qaysi bir pandaning yonida jufti yoki hamrohi yo'q. Ular yolg'izlikni xush ko'radigan hayvonlar hisoblanadi. Uxlab yotibdi. Bular shunaqa xususiyati bor, shunaqa xarakteri bor ekan. 12 kilogramgacha bambukdan yeb olar ekanda 12 soat hazm qilar ekan. Ya'ni hazm qilish mana shunaqa bo'ladi. Uxlab,